Winston Hyusning "Rahmat sizga xonim" hikoyasi. To'ladan kelgan bir ayol yo'lak bo'ylab ichiga hamma narsa sig'adigan katta sumkasini ko'tarib ketib borardi. Chindan ham, sumkaning ichida yo'q narsaning o'zi yo'q edi. Albatta, odamning jonidan boshqa. Bog'ichi uzunligidan ayol uni yelkasi orqasiga tashlab olgancha ko'cha bo'ylab yolg'iz ketayotgandi. Soat tungi 11lar edi. Bir payt uning yoniga shu etib bir bola yetib keldi va ayolning sumkasini yelkasidan yulib oldi. Ayol o'ziga kelmay turib, bog'ichi bitta tugmasi bilan qadalgan sumka shart uzilib, bolaning qo'lidan tushib ketdi. Sumkaning og'irligidan muvozanatini yo'qotgan bola yiqilib tushdi va oyog'i jarohatlandi. Ayol esa bolaning yelkasidan ushlab, jahl bilan turg'izdi. "Qani, mening sumkamni olib berchi", dedi u qo'yib yubormay. "Uyalmaysanmi?" Yoqasidan olingan bola duduqlanib, Men, nega bunday qilding? Atayin qilmadim. Aldayapsan." Bu paytda bir-ikki yo'lovchi ularga hayron bo'lib qaragancha o'tib ketdi. Ba'zilari esa turib olib ularni kuzata boshladi. "Seni qo'yib yuborsam, qochib ketasan, shundaymi?" "Aha", dedi bola. "Demak, qo'yib yubormayman." "Juda afsusdaman, xonim, meni kechiring", g'udrandi bolakay. "Xo'sh, juda kirligingdan aftingga qarab bo'lmaydi. Seni o'zim bir ozoda qilib qo'ysammi? Nima, uyingdagi birortasi yuzingni yuvib yur deb aytmaydimi?" "Yo'q." "Unda bekorga uchrashmabmiz. Bugun yuvinadigan kuning ekan", dedi ayol va qo'rqib turgan bolani qo'yib yubormay, o'zi bilan olib keta boshladi. Bola 14-15 yashar, cho'pdek ozg'in, keda va ko'k jinsi kiygan edi. "O'g'lim tengi ekansan. Senga nima yaxshi-yu, nima yomonligini o'rgatishim kerak. Avvalo tarbiyani yuzingni yuvishdan boshlaymiz. Qorning ham ochdir?" "Yo'q, to'qman. Meni qo'yib yuborsangiz bo'ldi." "Seni o'z yo'limda tinchgina ketayotib, men ushlab oldimmi?" "Yo'q. O'zing menga tashlanib qolding-ku, to'g'rimi? Endi meni Luilla West Washington Jones xonimni uzoq eslab yurasan." Ayol uyiga yetib kelgach, bolani ichkariga kiritdi. Kiraverishda kichikkina oshxona joylashgan edi. Ayol chiroqni yoqdi va eshikni ochiq qoldirdi. Bola qo'shnilarnikidan eshitilayotgan ovozlar, kulgularni bemalol eshita olardi. Ba'zi qo'shnilarning eshigi ularniki kabi ochiq edi. Demak, bola bu ayol bilan yolg'iz emas. Ayol haligacha bolaning kiyimidan ushlagan kuyi oshxona o'rtasida turardi. "Isming nima o'zi, bolakay?" "Rojer." "Demak, Rojer, hozir rakvina oldiga borib, yuzingni yaxshilab yuvasan." Nihoyat ayol bolani qo'yib yubordi. Rojer bir ochiq eshikka, bir ayol tomonga, keyin yana ko'cha eshigiga qaradi-da, beixtiyor yuvinish uchun yo'l oldi. Issiq